El yurtumdan minnettarman halkımdan, yurtumdan, ustozimdan minnettarman halkımdan, yurtumdan, ustozimdan minnettarman hammaga teng qarar ko'zi bize kanun aytgan so'zi derdimden yurtimizni el yurtimdan minnettarman Kalan mı ya? Kaçma, yine bize yalaşamaz gördün mü? Hemen kaldırıp çeliklemeyiz. Bugün Qo'shko'pir Ayronko'l elida shu men Elot bilan birgalikda hamjihatlikda
ila dasturxon yozamiz deb mahalla fuqarolar raislari bosh bo'lib ila dasturxon yozib sholqimizga bir davrishona qilamiz deb Shodiyor aka shu davrishonamizda xizmat qilib berasiz deb taklif etdilar. Davramizni ochib berish uchun Yunusov Otabek og'amizni yuzlanamiz. Keling esa albatta to'y davramizni to'y desak bo'ladi. Yaxshi niyatlar bilan ochib berasiz, keyin qo'shiqlar aytamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, yana shu elimizda, mahallamizda shunday yaxshi kun, mahallamizning to'yi shu doim shu ham maqsodlik bo'lsin, dehqonchiligimiz mo'l bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, iratimiz tinch bo'lsin. Hamma yaxshi kun, iratimizda shunday ham yaxshi kunlar bo'laversin. Yana shunday darishlar o'tiribmiz, yana o'zimizni yetib, hazrati yegichib o'tiraversa, yana manzil xizmatlar turibdilar, farmonlarimiz pishib turibdi, hazrati o'tiraversa yegichib. Mana shu darishlarimizni ochib bilan qilamiz. Sizlar uchun hamma sizlarga xizmatdayman. Salomat bo'ling. Sulton Nazir og'amiz ham kelibdi. Xush kelibsiz deymiz. Qadamlar esa hasanatlar. Avvalo yana Ayronko'l elina Shodiyor Bozorboyev ijodiy guruhimiz, qalabarsa Zamon dekor guruhimiz bilan yilning xizmatini qilib turibmiz. Bu yil ham yana nasib etsa shu yilda yaxshi kunlarni inshaalloh turibmiz ekan. Albatta davramizga Otabek og'amiz yaxshi niyatlar bilan fayz kirgizib turibdilar. Davramizga Sulton Nazir og'amizni yuzlanamiz. Xush kelibsiz deymiz. Qadamlaringiz hasanatlar bo'lsin. Avvalo shu yili yozdirgan dasturxoni yaxshi niyatlar bilan yana fayz kirgizib berasiz. Xudo xolasa yaxshi niyatlar olamiz. Sulton Nazir otamizdan yaxshi niyatlar olamiz. Keling esa davramizni taklif etamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qarindoshlarimizni, og'aynilarimizga eng yaqin insonlarimizlar. Mana bugun bir ajoyib kun, eski urf-odatni tiklab, ozgina qolib ketgandi eski odatlar. Mana shunday qildirasizlar. Hammalaringizni yuzingizda tabassum, xursandchilik, mana shu xursandchilik, tabassum hech vaqt yuzingizdan arimasin. Mana shunda doimo xursandchilik bilan uchrasha olgaysizlar. Sizlarning yaratimiz bir mehnatkash, haqqani ish qiladigan bir ajoyib insoniy insonsizlar. Chunki men ozgina bo'lsam sal qadrim o'tgan sizlarga, chunki chekka qishloq o'g'illarimiz uchun sizlarni qo'llab-quvvatlash kerak edi, shuning uchun qo'llab-quvvatlayapmiz-da. Mana hozir ko'rib xursandman. To'yxonalar qurilgan, 2 etajli uylar qurilyapti. Umuman yaxshi, ajoyib. Men ko'rib shu xursand bo'lib o'taman. Men bari ish bilan bog'liq. Shu bundan keyin ham zo'r bo'laversin, mahallangiz gullab yashayversin, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Faqat xursandchilik bilan sizlar bilan uchrashavering. Sog' salomat bo'linglar. Hech vaqt xafa bo'lmag'aysizlar. Keyin safingiz kengayib, bundan ham keyin to'yxonalarda to'y berib o'tirmaysizlar. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun qishlog'imda ajoyib kun. Shu Navro'z bayramimiz hali keyin davom etib kelyapti. Shuning uchun Navro'z bayramini o'tkazgan bo'lsam, sizlarni chin dilim bilan tabriklayman. Butun nuroniylar nomidan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr bosariyat tilayman. Shu Ayronko'l xalqini aytish kerak, o'zi bir dunyoda hasharat yaptı qazilishi. Pekal kışkırıp çıktı. Hammalarga rahmat. Uni tegan hamma odam bordi, 3 kun 4 kunda yaptı qazib bo'ldi. Mas'uliyatni qarz bo'lib. Shuni hammada odamlar bilan xo'jalik boshliqlar bilan gaplashib chiqdim. Hammasi dik turib, shuni to'lashdilar. Inan Xudoga mingdan 3 kun nosozlikni yurtibdi. Shuning uchun o'sha o'zimizga hech vaqt buzilmasin. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr bosariyat tilayman. Hammalarning o'ynab turib to'ylarda birga uchrashib birga ishlar Xudoyim. Hech vaqt injilmaysizlar. Shunday bayramlarni ko'plarni ko'rarmiz, nasib bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling, ro'zatmayanjonlari sog' bo'lsin. Yana ro'zmatmayamizni xonadondan Shodiyor Bozorboyev guruhimiz bilan yaxshi kunlari borib tabriklaymiz. Albatta Xudo xolasa hamisha to'ylarda diydorlashib o'tirish nasib etsin. Mavlatamiz bor ekan, keling. Xush kelibsiz, qadamlaringiz hasanatlar bo'lsin. Elimiz yana shirinlik dasturxon atrofida do'stlarlar bilan yaxshi kunlar inshaalloh
Endi unutup qilagan. Albatta xush kelibsiz. Yaxshi niyatlar olamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugungi tadbirimizning qatnashchilari barchalaringizni shuna Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Mana shunday chiroyli darvishona oshlarni o'tkazib ekanmiz. Yurtimiz tinch farovon bo'lsin, daryolarimiz baraka, dehqonchiliklarimiz baraka bersin. Shu bobo dehqonlarimizni yerga qadava urug'lari bir bo'lib o'lib chiqsin. Hosil bayramlarni ham shunday davrani keng olib o'tirishni barchamizni Alloh taolo nasib ro'za aylasin. Yurtlarimiz tinch farovon bo'lsin, o'zi birchiliklarimiz bersin. Rahmat. Aytganingizga salomat bo'ling. Barcha irodoshlari shunki yaxshi kunlar bilan tabriklaymiz. Iloyim ko'p shuningdek bayramlari birgalikda yakunlar davrasida albatta dasturxon keng yatib inshaalloh o'tirish nasib etsin. Bizlar ham ijodiy guruhimiz bilan birgalikda shu elota mahallaga kelib xizmatlarimizni qilib o'tiramiz. Nasibamizda bor ekan, sizlar bilan bugun Alloh taolo nasibamizni qo'shib ekan diydorlashtiribmiz. Albatta kuy qo'shiqlarimiz davom etaveradi. Hamma yakuniy ishtaha, yakuniy kayfiyat tilaymiz. Hali xudo xolasa sho'x qo'shiqlar bo'lganda onajonlarimiz aytganimizni davramizda chaqiramiz. Undan adresi eshitadigan ashulalar aytamiz. Marhamat, hamma yakuniy ishtaha tilaymiz. Her sözünde bulsun bir mana, desinler dana. Dana bulmasan nereye geldin? Şunda seni desinler dana. Dana bulmasan nelere geldin?
Çok vaqt bo'ldi Aynako'lda tomosha bo'lmaydilargina. Biz sabablar bilan keldik dedi. İkinci bana diyalan tuz ikinci bana. Hani yaş balla içinde çıkıp oturma tomosha görüp yaş balla. Ha. Kanı. Boşu birden odakla çok başlamalı. Durmaklar var, penaltı var. İstemem Bruce. Deme, yürü. Kavalama şahane bir kardak çalıp verin Ayranköl. Ölen yaş günle bana versin. Bırakmaz isterim. Prezidentimize benim güreş spor turunu rivojlantirib bir qancha qarorlar chiqarib turibdi. Ha. Yürü. Ortakla bu palvanı tanıştırsa bu çap taraftaki palvanımız Xivada Palvan Pir'den Kudret Palvanik'te. Belki palvanımız Bağat tumanında Dimitrov'ten kalboz ve Karayantar Kazaristeydi. Şu andan geldi bu 120 kilometrede. Şanıda bir tegemli sizle iş Mekülere salması gitmesi iş Erken düştü aşık sevgisiyle okşamaz Saadetli bizle iş Düştü aşık sevgisiyle okşamaz Saadetli bizle iş Uyanıp muhabbetin ortada İkimizin ağlarımız başkaca Ya da kalp
İsmail'in karması bu. Bütün kalmanızı. Adaş sen sabun. Hey. Ben ortanı bu ortanı. Başı tarafı bak. Yine bu kadar bak. Hey, sen telesine toktap koy. Parayla kaçıyor. Yeter değerli. Evet, çalalım.